Mahalla telekanalida kun nafasi loyihasi jonli efirda o'zishini davom ettiradi. Ayni daqiqalarda esa ekranning yarmida bir mahallaning kirish qismini ko'rib turibsiz. Bu G'olibjon Haydarov to'g'ridan-to'g'ri reportajga shayligini ko'rsatadi. Marhamat G'olibjon, siz efirdasiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Studiya biz jonli efirdamiz. Mahalla telekanalida kun nafasi dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun ham Jannat makon o'lkamizning yana bir so'lim go'shalaridan biriga kelganmiz. Aynan bu yerda ham o'zga xos rivojlanish, o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirilyapti. Biz Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Asl mahallasidamiz. Xo'sh, Asl mahallasida so'nggi kunlarda qanday shart-sharoitlar, qanday qulayliklar, qanday obodonchilik ishlari amalga oshirilyapti? Hozirgi daqiqalarda ushbu mahalla raisi Turg'unov Mahmudjon akamiz bilan birgalikda suhbat qilamiz va birgalikda barcha savollarimizga javob topamiz. O'z-o'zidan esa ushbu mahallani birgalikda sayr qilamiz. Ko'chalarni kezamiz, qanaqa yangiliklar bo'lyapti va o'z o'rnida biz faqatgina maqtamaymiz. Agar kamchiligi bo'lsa, kamchiligini aytamiz, agarda chiroyli, go'zal rivojlanayotgan bo'lsa, ana shu joylarni aytamiz. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum Mahmudjon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Omonmisiz? Rahmat. Demak, bu yerda mahalla yettiligi ham bor, nuroniy otajonimiz borlar va mahalla yettiligini qolganlar menimcha ish jarayonida. Demak, Mahmudjon aka, suhbatimizni yurib, mana shu ko'chadan davom ettiramiz. Qanaqa yangiliklar bo'lyapti, qanaqa islohotlar, aynan shundan boshlasak. Xo'p bo'ladi. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsizlar bizani Asl mahallamizga, Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Asl mahallamizga xush kelibsizlar yana bir bor. Bu bizani Asl mahallamiz, aholi sonimiz jami 2832 ta bo'lib, xonadonlarimiz 512 ta xonadondan iborat. Shu 512 ta xonadonda 779 ta oila yashaydi. Mahallamizni aslida qiladigan anaqasi rivojlangan boshqasi bizada chorvachilik bilan dehqonchilikka ixtisoslashtirilgan. Bizani mahallaning drayveri asosiy drayverimiz qulpinachi bilan shug'ullanadi. Shu mahallamizdagi butun har bir xonadon qulpina ekmagan xonadon yo'q. Buni daromadini tushunib qo'ygandan keyin qanaqa daromadlar olishayotganligini ko'rib boshqa kelgandan keyin hammaligi shu qulpinay bilan shug'ullanishadi. Qo'shimcha tomorqasiga ham, qo'shimcha daladan, fermer xo'jaligidan qo'shimcha yer maydoni olib, o'sha 15 sotuv, 20 sotuv yer olishib, ijaraga olib, o'shalarga ham qulpinay ekib, yil 10 oy mahallamizda qulpinachilik bo'ladi. Har bir xonadonda hattoki yilni o'sha 31-dekabr kuni ham xonadonlarda qulpinaylar dasturxon ustida turgan bo'ladi. Demak, aynan ana shu tadbirkorlarga mahalla qanday yordam qilyapti? Bu tadbirkorlarga mahalla qilayotgan yordamlarimiz juda ham ko'p. Har bir o'z yo'nalishida yordam qilinadi. Masalan, mana hokim yordamchimiz yo'nalishida hokim yordamchimiz shu tadbirkorlarga shu kredit olish masalasida, shularni yangi ish o'rinlarini ochish masalasida o'zi bosh qosh bo'lib, mahalla bilan hamfikrlikda, rais bilan mahalliy yettilik bilan hamfikrlikda shularni ish bilan ta'minlaydi. Uyda qo'shimcha daromad olish uchun kichkina sexlar ochib, yo qoramol yetishtirish uchun, boshqalar uchun aniq qiladi. Yoshlar yetakchimiz bo'lsa, mana bu yoshlarimizga ajratiladigan o'sha uzoq muddatli yer maydonlarini olib berib, ularni ham shu mehnat bilan aniq qilib, ishsiz yoshlarimiz yo'q mahallada. Hamma mahalladagi yoshlarimiz ish bilan ta'minlangan. Mahallamizni o'zi ishsizlikdan xoli mahallaga aylanganmiz. Chunki har bir xonadonimiz o'zi aniq qilishib, mana shu o'tgan yil 2025-yilda tumanimizning hokimi, ayniqsa tumanimizning shu hokimlari Rustamov Erkin Kamovich tashabbusi bilan mana shu mahallamizga mana ishkomlar qildik, mahalla boshchiligida boshqa qilib, mana shu ishkomlarga uzumlarni ekib, hammasini parvarishlab qilyapmiz. Har bir xonadonga eshiklarining oldiga rayhonlar ekilgan, boshqa qilingan. Haqiqatdan Mahmudjon aka, mahallaga mana kirish joyi bu ko'cha juda ham kamtarona, bir fayzli mahalla ekan. Qadrli yurtdoshlar, bu yerda hozir obod mahalla bo'lish uchun barcha qulayliklar qilinyapti. Barcha, misol uchun mana bu uylar ta'mirlanyapti. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. To'g'ri, hozir biroz dilni xira qilishi mumkin bu ko'rinishi, lekin hozir ta'mirlanyapti. Albatta, bu joylar ham ta'mirdan chiqqandan so'ng juda ham chiroyli, aynan ko'chalarni yanada obod bo'lganligini ko'rsatadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Nima dedingiz Mahmudjon aka? Bu yil mana 2026-yil 16-yilda muhtaram yurtboshimiz
Shavkat Mirziyoyev video selektorlardan kelgan respublika bo'yicha e'lon qilingan dolzarb 40 kunlikka bizni asl mahallamiz ham bir ovozdan labbay deb javob berib, o'sha 40 kunlikka ertasigayoq biza mahallada shu obodonlik va mehr saxovat oyligi tashkil qilinib, ularga ishchi guruh tuzdik. Ishchi guruhiga hammasiga mahallamizdagi nuroniy otaxonlarni, ko'cha boshlarini, hoji ota, hoji onalarni va yoshlardan iborat bir ishchi guruh tuzib oldik. Shuni hisobiga har bir xonadon oldilariga manzarali daraxtlar, rayhon ko'chatlarini ekib, boshqa qilib, keyin men bu xonadonimizni ko'chani fasad tomonidagi o'sha ko'ngilga to'lmagan joylarini mahalla bilan boshqash bo'lib, mana hozir o'zingiz ko'rib o'tganingiz ham o'sha ko'rib o'tgan anaqalaringizda mana uylarning tomlari boshqatdan ochib, fasad qismlari boshqatdan qilinyapti hammasi. Hammasi ta'mirlanib, sekin-sekinlik bilan bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. To'g'ri, Mahmudjon aka, bu mahallada juda ham katta yangiliklar, o'zgarishlar bo'lyapti. Siz ham qo'ldan kelgancha harakat qilyapsiz. Mahalla yettiligi ham, aholi ham xuddi shunday harakat qilyapti. Lekin odamda shunday narsa bo'ladi, hammasini qiladi, lekin nimadandir ko'ngli to'lmaydi. Mana shu ishni ham qilsam zo'r bo'lardi degan xayol bo'ladi. Sizda shunaqa narsa bormi? Hozir shunaqa bir fikr? Bor. Bizda ham mahallamiz bilan, o'zi yettiligimiz bilan, mahalla kengashi bilan birgalikda o'sha o'zimizga tuzgan rejalarimizni bu rejaga kiritganmiz. Mahallamizda birinchi muammoyimiz, ayniqsa qiynab kelayotgan muammoyimiz shu elektr tarmog'i bo'yicha. Mana ming rahmat etamiz, mahallamizni butun keksa otaxon, onaxonlari hokimimizga minnatdorchilik bildiradilar. Mana o'tgan yil yangi transformator o'rnatib berdilar. Xudo xolasa mana bu yilganaqada shu hokim yordamchimiz bilan birgalikda mahallamizga open byudjetga loyihani kiritdik. Xudo xolasa shu loyihada mahallamizda 44 ta yog'och stolbamiz bor. Beton stolbalarga almashtirib va o'sha mahallaga tortilgan barcha simlarimizni oxirgi zamonaviy simlarga o'zgartirish bo'yicha open byudjetga loyihaga kiritganmiz. Xudo xolasa shuncha ish qilgan mahallamiz bilan yana bir bor bu ishni ham uddasidan chiqib, xudo xolasa o'sha yog'och stolbalarimizni va simlarimizni yengildan qilamiz. Shunda mahallani to'liq to'kis xudo xolasa muammolarni bosqich bartaraf qilib kelamiz. Xudo xohlasa albatta biz ishonamiz, albatta aynan o'ylagan mana shu maqsadlar, rejalarga erishasiz. Qadrli yurtdoshlar, har bir gapni isboti bilan bo'ladi deyishadi. Siz ham hozir tomosha qilib faqatgina bu yerda gapirilyapti deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki biroz avval bizda tadbirkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Misol uchun qulupnay yetishtiriladi, tadbirkorlarimiz bor, uylarda chorvachilik bor deyilyapti. Biz gapimizni isbotini ham ko'rsatamiz. Birozdan so'ng aynan u joyga ham borib, u yerdan ham jonli reportaj orqali aynan o'sha tadbirkorliklarni amalga oshiramiz. Hozirgi daqiqalarda esa biz mahalla haqida umumiy ma'lumot, rivojlanishlari haqida gaplashyapmiz. Demak, Nuroniy otajonimiz ham shu yerda edilar. Ular menimcha qoldilar. Ular bilan ham keyin suhbat qilamiz. Hozir hokim yordamchilari, ha? Bizning hokim yordamchimiz Jumayev Farhod bo'ladi. Mahmudjon aka, suhbat qilsak, bitta savollarimiz bor. Assalomu alaykum. Aka, bemalol yurtdoshlarimizga o'zingizni tanishtirishingiz mumkin. Men asl mahallasi hokim yordamchisi, ismim Farhod, familiyam Jumayev. Shu yil aprel oyidan shu yerda xizmat faoliyatini boshladim. O'zi yaqinda boshlabsiz. Lekin mahalla juda ham hamma tomonlama yuqori saviyaga ega mahalla. Haqiqatan ham drayveri, chorvachilik, dehqonchilik shunga ixtisoslashgan. Undan tashqari shu bo'sh o'tirgan kelinlar uyda yoki shu nimadir bir qo'shimcha daromad topish istagida bo'lgan fuqarolarni oilaviy tadbirkorlik doirasida shu foiz ayrim toifalarda foiz kredit ham bu yil joriy qilinganda. Tikuvchilik sexlari, tikuvchilik yo'nalishida o'zini o'zi band qilgan holda qo'shimcha daromad topishni boshlagan. Chorvachilik yo'nalishida undan tashqari ko'p qaysi salohiyatga agar o'zini nima deb ma'qul deb topsa, o'sha yo'nalishda biz imtiyozli kreditlar, shu qaytarilmagan foiz kreditlar bilan yordam beramiz. Tushunarli. Va yana bir narsani alohida aytib o'tishim kerak. Biroz avval aytmoqchi edim, ammo esimdan chiqib qoldi. Qadrli yurtdoshlar, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, tepalarni ko'ryapsiz. Mana shunday chiroyli qilib qo'yilgan va bu yerlarga menimcha tok ekilgan-a? Tok ekilgan. Hali kichkina ekan, endi ekilgan ekan. Agar bular vaqt o'tib
kattalashsa va bu yerga juda ham soya salqin, yanada obod, yanada ko'kalamzor, bu hammasi aholi uchun, menimcha, barchasi aholining qulayligi uchun haqiqatan juda ham go'zal bo'lar ekan nazarimda. Ha, Mahmudjon aka? Xudo xolisa mana o'sha Parkent tumanidan o'zligi xonadon egalari bilan birgalikda har bittasiga o'sha oxirgi navdagi uzumlardan olib kelib ekildi. Xonadonlardagi hattoki yosh bolalarga ham bir yermay har kuni kechqurun suv quyishadi, boshqa qilishadi, toklarni tarab shu yerda o'zligini mehnatga tayyorlashyapti. Umuman olganda o'zi to'g'ri, mahalla yettiligi ana shunday jonkuyarlik bilan harakat qilsa, shart-sharoitlarni qo'ldan kelgancha qilishsa, aholi ham qarab turmaydi. Xuddi shu narsa ulardan ham ko'proq harakat qilsa qiladi, lekin to'xtab qolmaydi. Va bu o'sishda davom etadi. Hozirgi daqiqalarda esa yana kambag'allikni qisqartirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti, ana shuni hokim yordamchilar bilan birgalikda raqamlar orqali aytib o'tsak, misol uchun o'tgan yili qanaqa edi, hozirgi kunda qanaqa, qanchaga qisqardi yoki ko'paydi? Bitta narsani hozir yana bir aytmoqchiman. Tuman rahbariyati tomonidan mana shu mahallaga imkoniyati cheklangan oilalarga bu yil o'zida 15 ta parnik qurib berildi. Bir sotikda tekinga. Hozir o'sha xonadonlarda qo'shimcha daromad уже nima qilgan? O'z tasdig'ini topgan. Bu yil bizning rejamiz ishsizlikdan xoli hudud qilib bo'ldik. Sizda xoli hududda endi kambag'allikdan xoli hududga aylantirish. Yil yakuniga qadar kambag'allikdan xoli hududga inshaalloh Xudo xolisa erishamiz. Yil oxiri. Buning uchun yetarli hamma instrument bor. Hokim yordamchisiga ham, yoshlar yetakchisiga ham, umuman mahalla yettiligiga kerakli bo'lgan vakolat berilgan. Faqat to'g'ri foydalansa, shuni to'g'ri tushuntirib bera olsa xalqqa, o'sha aholiga foydalanib bemalol kambag'allikdan xoli hududga aylantirish mumkin. Tushunarli. Rahmat kattakon aka. Xudo xohlasa biz kutib qolamiz, biz ham niyat qilamiz. Ana shunday hudud bo'lsa, biz ham juda ham xursand bo'lamiz. Va Mahmudjon aka, yana sizga yuzlanmoqchiman. Bu mahallani sayr qilar ekanmiz, haqiqatan biror joyda men chiqindi ko'rmadim. Yo'l bo'yida ham toza ozoda. Nazarimda biz kelishimiz uchun bunday bo'lmagan. Har doim shunaqa, tayyorgarlik bo'lmagan, ha? Yo'q, bu narsa biza o'zi sizlarni ham o'zi to'satdan kelib, sizlar bilan to'satdan ko'rishib qoldi. Bunisiga kelganligiga yana bir bor rahmatlar aytamiz. Bizada chiqindi masalasi bo'yicha ayniqsa bizani shu Zangiota tuman asl mahallamizda muammo yo'q. Sababi Zangiota tuman toza hudud rahmat tomonidan har 10 kunda mahallaga mashina kiradi. Har bir ko'chasiga, har bir xonadon oldiga kirib, har bir xonadon oldida o'sha anaqa qilinadi. Yapamiz. Vaqtida kelib olib ketiladi. Vaqtida keladi, vaqtida o'sha aholi ham o'rgangan, shunga chiqindi kelganda signalniy sistema bo'yicha signalni vizib qilib signal beriladi. Xonadon egasi birato'lasi o'sha inspektorga bilan yonida kelgan inspektorga o'zini qarzdorligini ham so'rab oladi. Ham o'sha anaqasini to'g'rilab ketishadi. Chiqindi bo'yicha muammoimiz yo'q mahallada. Toza ozoda va men ko'pincha e'tibor qilganimda ko'p ariqlarda men kamdan kam hollarda mana shunday chiroyli suv oqishini ko'raman. Bu yerda ham mana shunday suvlar oqib, so'lim juda ham go'zal. Har bitta mahalla oldida gullar ekilgan. Bu mana shu gullarni menimcha xonadon egalarining o'zlari tashabbus bilan ekishganmi yo mahalla tomonidan ham qanaqadir tashabbuslar bo'lyaptimi? Yo'q, bu xonadon egalarining o'zi xohish amri, qalb amri bilan bular ekishadi. Bularga hech qaysi xonadonga eshigini oldini qara deyishga ham ular xafa qilyapsiz, rais buva bizdan deydi. Agar eshigini oldiga suv sevib qo'ygan desa, chunki bir ertalab agar kelsangiz soat 6 dan keyin xuddi har bittasi birov-birovga signal qo'yganda birin-ketin xonadonlardan o'sha kelinlar, yosh qizlar, qizaloqlar hammasi chiqib ko'chalarga baravariga suvlar sepilgan bo'ladi. Har doim shu ahvol, har doim. Suv masalasiga kelsa, yil 12 oy arig'imizda shunaqa Allohga beada shukrlar bo'lsin, yil 12 oy suvimiz bor. Agar shu suvlar shunchalik oqib turgan joyda agar bu mahallani ko'kalamzorlashtirib, bog'roq qilmasak, bu bizlar uchun bu juda uyatli hol bo'ladi. Tushunarli Mahmudjon aka, rahmat. Demak, hozirgi daqiqalarda biz demak bizda birozdan so'ng reklama bo'ladi. Xo'sh, ungacha yana suhbatlashsak bo'ladi demak Mahmudjon aka. Umuman o'zi qancha o'z tadbirkorlik bor bu yerda tadbirkorlik bilan shug'ullanadiganlar? Yirik tadbirkorlarimiz soni 10 dan ko'proq. Yiriklar. Bu yil o'zida 10 ta ijtimoiy ro'yxatda turgan fuqarolar bilan tadbirkorlik yo'lga qo'yilgan. Tikuvchilik, chorvachilik,
dehqonchilik. Ha. Ulardan o'sha endi daromadini yana ham ko'tarib, misol boshida ikkita ishchi bo'lgan bo'lsa, hozir endi ishchi unumdorligi oshgandan keyin baribir ishchi kuchi talab qiladi. Shuni asosida hozir 4 ta, ayrimlarda 5 tagacha ish o'rinlari yaratilgan. Hozir 8 ta mikro loyiha shakllantirilgan mahallada. O'zi yil yakuniga bo'yicha yirik tashkilotlar rejasi 10 dona bo'lsa, biz mahalla yettiligi bilan birga o'zimizga 20 ta deb nima deyiladi, reja qilib olganmiz. Ya'ni sal ko'proq o'zimiz ustida ishlab, ko'proq shunaqa maqsadimiz bor. Yil yakuniga xudo xolisa uni ham bajaramiz. Demak, yil yakunigacha menimcha anchagina islohotlar, anchagina ishlar amalga oshiriladi. Biz ishonamiz. Demak, qadrli yurtdoshlar, menimcha o'zingiz ham e'tibor qildingiz. Hozir ortimizda xotin-qizlar bo'yicha mutaxassislarimiz ham bor. Aynan ular bilan ham birozdan so'ng opa siz bilan suhbatlashsak. Hozir bitta tanishib olsak bo'ladi. Asl mahallasining xotin-qizlar faoli Oripova Muqaddam bo'laman. Shu mahallada 12 yildan beri faoliyat yuritdaman xotin-qizlarim bilan. Demak, 12 yildan beri yuraveramiz. 12 yildan beri anchagina ishlar amalga oshirilgan nazarimda. Demak, kimgadir tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan xotin-qizlarimizga prezidentimiz qarorlari bilan ayollar daftari 7 yildan beri biz shu ayollar daftariga kirgizib tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha ularga yordam berayotgan bo'lsak, hech bo'lmaganda yilida 2 taga bergan bo'lsak ham hozir 7 tada 14 tasi. Undan tashqari ham yana boshqalar ham bor-da. Shunaqa kredit olib, o'zini masalan, o'zini xonadoniga o'zini hissasini qo'shayotgan, uyda farzandlarini maktabga jo'natib, kelinlar uyda bo'lib turib ham ishlayotgani bor-da. Keyin u hokim yordamchi bilan birgalikda har bitta kredit olganlarimizga biz o'zini o'zi band qilishga ko'maklashamiz. Mana ish qilib o'zini o'zi band qilish ham prezident tomonidan chiqarildi-da bu. Oldin ayollarimiz mana hozir o'zimning mahallamda ham bir xillarga 7 yil staj ham topisha olmayapti-da. Lekin o'shalar bir umr mehnat qilgan, bolasini boqgan, dalalarda mehnat qilishgan, lekin staj bo'lmagan-da, davlat ishida ishlamagan. Lekin mana prezident qarorlari bilan birgalikda mana shu o'zini o'zi band qilish chiqib, mana ayollarimiz uyda o'tirib ham davlat ishida ishlaganda o'zlariga staj bo'lyapti-da. Ertaga masalan qariganda ham bolalariga og'irligini tushirmay, o'zini pensiyasini o'zligi olib o'tirishadi. Tushunarli opajon, bu mavzuda siz bilan hali ko'proq suhbatlashsak ham bo'ladi, lekin hozirgi daqiqalarda Mahalla telekanalida bizga reklama deyishyapti rejissyorlarim. Shunday ekan, hozir reklamaga o'tamiz va birozdan so'ng yana jonli reportajni amalga oshiramiz. Marhamat, navbat reklamaga.